Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Hayot saboqlari yana sizlarning xonadoningizda. Azizlar, avval boshdan uzr so'ramoqchimanki, bugungi suhbatimiz ehtimol biroz mahzunroq ruhda kechsa. Sababi keyingi hafta mobaynida menga, ya'ni inson huquqlari bo'yicha viloyatdagi vakil ombudsmanga 4 ta onaxon murojaat qilgan bo'lsa, barchalari o'zlarining hayotidan, farzandlarining bevafoligidan, qartaygan chog'larida ularga e'tiborsizligidan shikoyat qildi. Hayron qoldim. Bizning o'zbek xalqi naqadar mehmondo'st, mard, jo'mart, odamlarga xayr ehsonli va oqibatli bo'la turib, nahotki onalarga munosabat shu darajaga tushib qolgan bo'lsa degan fikr menga umuman tinchlik bermay qo'ydi. Azizlar, bir narsani unutmasligimiz kerak. Bu yorug' dunyoda biz eng ko'p qarzdor bo'lgan zot bu onadir. Onaga umr bo'yi xizmat qilgan taqdirimizda ham uning bir kechalik tortgan aziyatini, haqqini ado qila olarmikanmiz? Afsuski yo'q. Lekin mana shunday holatda bo'la turib, onalarga ularni ko'nglini, dilini ranjitadigan bir holatlarga ro'y berilishi bu aslo kechirilmas holdir. Bir onaxon huzurimga kirib keldi. 9 farzandning onasi ekan. Shulardan 6 tasi o'g'il farzand, 3 tasi qiz farzand. Yonimga o'tirganda o onaxonning yoshlari 80 dan kam emasligiga aqlim yetdi. Chindan ham 82 yoshni qoralabdi. Xudoga shukr, ko'rinishlari yaxshi, sihat salomatligi ham joyida. Lekin ko'zlaridagi mung, hazinlik bu insonni hayotda qanchalar ranj, alam tortganligidan dalolat berib turardi. Ma'lum bo'lishicha, 9 farzandning barchasi onani tark etishibdi. Onani ajratib qo'yishibdi. Nainki uning holidan xabar olish, hatto oddiygina bir qo'ng'iroq qilib holini so'rab qo'yishga ham yaramaydigan holga kelishibdi. Biz insonmiz. Hamisha har bir fikrni ziddini ham ko'rib odatlanganmiz. Aytadilarki, shubhadan o'zga mustahkam qo'rg'on yo'q deb. Mening birinchi xayolimga kelgani shu bo'ldiki, demak, bu muhtarama yoshlik chog'larida farzandlariga e'tibor bermagandir. Uni tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanmagandir. Ehtimolki turmush o'rtog'ini qisqa qafasga olib, uning tezroq hayotdan ko'z yumishiga sabab bo'lgandir deb. Men bu yuragimdagi iddaolarni u ayolning oldiga qo'yganimda, afsuski meni aytganlarimdan bir qismigina rost chiqdi. Ya'ni mening turmush o'rtog'im amaldor edi, bolalarga yaxshi qarar edi, ularga mehribon edi, lekin turmush o'rtog'im o'tgandan keyin bir etak farzandni boqish uchun men hayotda aroq sotishga jazm qildim. Haqiqatdan ham kechalari, kunduzlari joylarda aroq sotib, shuni topgan pulimga bolalarimni tarbiya qildim degan bir fikrni aytdi. Nahotki mana shu birgina yo'l qo'yilgan xato uchun hayotda bunchalik bir javob berishga to'g'ri kelgan bo'lsa. Ikkinchi bir ayol bor. U mudom yonimga keladida, onasi bilan uy talashadi. 90 ga kirgan onasidan menga uyni bir qismini ajratib bermayapti. Shuni sud orqali bo'lsa ham hal qilishga yordam bering deb talab qo'yadi. Men esa hayratdan yoqa ushlayman.
Axir o'zing-ku 50 ga boribsan. Onang Xudo umr berib 90 yoshga kiribdi. Uning har bir bosgan izi, ko'zi tushgan, nigohi tushgan joylari tabarruk joyga aylanganiga qaramasdan sen yana nima istaysan deb yuziga aytishga istihola qilaman. 3-voqea. 60 dan oshgan bir inson onam meni haydab chiqardi. Yashab turgan uyga qo'ymayapti. Boshpanasiz qoldim, yordam bering deb so'rayapti. Hayhot, bu qanday gap o'zi? Nimalar bo'lyapti, birodarlar? Axir 60 ga kirgancha na oila qurmagan bo'lsa yoki qurgan oilasini saqlab qolmagan bo'lsa, bir ishni etagidan tutmagan bo'lsa, hayotda iz qoldirmagan bo'lsa, bu olamdagi butun jabr va jafo sitamlarni alamini kelib onasidan oladimi? Onasidan nima ayb? Uni o'qitgan, joylagan, uy joy qilib bergan, hamma kam-ko'slarni bajargan bo'lsa-yu, yana aylanib kelib yoshi bir joyga borganda bolani tashvishi ham u onaga og'irlik qilmasmikin? Mana shu hollar hammasi menga tinchlik bermaganligi uchun ham bugungi mavzuni qalamga oldik. Mana azizlar, o'zinglar ko'rasizlar. Biz sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan voqea bu hayotda ko'rganlarim. Bu yerda hech bir yozuvchini tafakkuri yoki bo'lmasam xayolidan kechgan, umuman bir bo'lmagan voqealarni tilga olmadik. Sizlar ko'ringlar, keyin bahoni berasizlar va birgalashib mushohadamizni davom ettiramiz. Marhamat. Ey yaratgan egam, nahotki o'zing yaratgan bandangni unutgan bo'lsang, farzandimni menda nima qasdi bor edi? Bilmadim. O'zingdan boshqa himoyachim, o'zingdan boshqa mehribonim yo'q, Alloh. O'zing sabr ber, Allohim. O'zing sabr ber. Hola yo'q. Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hola tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Mahsudaxon, keling bolam, keling. Keling. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, bolam. Mendan xafa bo'lmadingizmi, xola? Shu yo'q. ertamandan buyon bolalarni maktabga kuzataman deb sizdan xabar ola olmadim. Xafa emasmisiz ish qilib? Yo'q, bolam. Qari odamga vaqtning ahamiyati qolmas ekan. Voy, nimaga Tong unaqa otdi deysiz? nima, kun botdi nima. Ha, Xudoga shukr. Mayli. Unaqa demang, xola, menchi mana sizga issiqqina nonlar olib chiqdim. Mana bu yerda uzumlar bor, Rahmat, xola. bolam. Hozir ikkalamiz choy ichamiz. Men achchiqqina ko'k choy damlayman. Yo'q, bolam. Birgalashib, chaqchaqlashib o'tiramiz-da, gaplashib qoling. Urinmang, bolam, choy damlashga. Ha. Qo'y, nimaga unaqa deysiz? Men hozir mana bu pastda choy damlab chiqaman. Voy Mahsudaxon bolam, gazga chava qo'yasizmi? Ovora bo'lmang. Kecha gazli idorasidan 2 ta odam keluvdi. Tashqaridan uzib ketishibdi. Qarzingiz ko'payib ketdi deydi. Voy jon bolalarim, mana qishki kunida qiynalaman, tashqariga chiqolmayman desam ham quloq solishmadi bolam. Voy xola-ey, ha shu gazni uzayotganda meni chaqirmaysizmi? O'g'lingiz ham uyda yo'qmidi, xola? Mahsudaxon, uni bilasiz-ku bolam. Boridan yo'g'i yaxshi. Shu bolaga hech eskirmadi-da. Bo'lmasa 100 marta aytdim. Ey jon bolam, mana u pensamni olib, elektrda, gazda pulini to'lab qo'y dedim. Qars chaqiradi. Qayoqda deysiz? Pulni oladi-yu, ichib qo'yadi-da bolam. Siqilmang, xola. Kechqurun Botir akamlar kelsa aytaman. Bir ilojini o'ylab topadi, Xudo xolasa.
Ha, o'zingiz o'ylang, axir shunday sovuqda o'tirish osonmi? Odamda uyqusi ham qochib ketadi-ya. Ha, bolam. Ko'zi ko'r odamni uyqusida ham halovat qolmas ekan. Hatto tush ham ko'rmayman ha, bolam. Mayli. Bunisiga ham shukr deyman-da endi. Mayli. Yana yig'ladingizmi, xola? Ko'zlaringiz qizarib qopti-ya. Ha, yo'q bolam. Ha deb yig'layverib, ko'zlarimning nuri ham oqib tugagan. Katta odam endi yig'lab qayoqqa ham boraman. O'zim shunday bolam. Xudoga shukr. Xolajon, xafa bo'lmang, yig'lamang. Axir butun mahallamiz bilan biz sizni yaxshi ko'rsak, boshimizga qo'ysak, hurmat qilsak, xola xafa bo'lmang. Rahmat bolam. Umringdan baraka top. Ota-bobolarimiz bekorga aytishmagan bolam. Ering bilan chiqishguncha eling bilan chiqish deb. Salkam 40 yil mana shu mahallada dasturxonchilik qilibman. Ozmi ko'pmi hurmat topdim. Xudoyimdan o'rgili. Haftasiga hech bo'lmaganda 2-3 ta odam holimdan xabar olib turibdi bolam. Voy xola-ye. Ha, to'y to'rkunlarimizni chiroyli qilib o'tkazib bergansiz axir. Ha, sizdan xabar olamiz-da. Voy esim qursin, qarang, gap bilan bo'lib ha choy damlashdi, hayoldan ko'taribman-u. Mayli bolam. Mana u nonlardan, uzumlardan olib turing, xola. Men hozir issiqqina ko'k choy olib chiqaman domla. Rahmat bolam. Maqsudaxon, sizni ovora qilar ekanman-da bolam. Umringizdan baraka toping. Bismillahirrohmanirrohim. Voy, Maqsudaxon, darrov chiqdingizmi bolam? Voy, nimaga indamaysiz? Kimsiz? Agar yomon niyatda chiqqan bo'lsangiz, noumid ketishingizga to'g'ri keladi. Ha, kecha gazchilar kelganda pensamni berib yubordim ularga. Uyda hech vaqo yo'q. Nima? Istab ovora bo'lmang. Nima dedingiz? Gazchilar turbani uzib ketibdi, nega pul berasiz aya ularga? Voy bolam. Voy jon bolam, o'zingmisan qo'rqitib yubording-a. Aya, aldayapsiz ha? Ha? Voy jon. Pulingiz bor ha? Aldayapsiz ha? Jon, men seni aldaganman, jon bolam. Umring uzoq bo'lgur. Bo'ldi. Bo'lmasa ana bu kinna solgan pulingizdan bering, jon aya. Kinna solgan pulingizdan bering. Bolam, 3 kundan buyon bu xonadonga biror qadam bosmadi. Faqat Maqsudaxon chiqib turibdi. Ishonmayman. Nima? Bosh og'rig'i yo'qolib ketibdimi? Siz menga ataylab davlenamni ko'tarish uchun shunday deyapsiz. Voy, Unaqa dema bolam. Unaqa dema. 1000 marotaba aytdim. Oy bolam. Davlatni pulini, gazni pulini to'lab qo'y. Davlatning molida sag'irni haqqi bor. Xudodan qo'rq dedim. Bas qiling. Bas qiling. Turing, bo'lmasa qo'shnilardan so'rab bering. Hozir 200 gram ichmasam boshim yorilib ketadi aya. Yoki men o'limimni istaysizmi? O'limimni istaysizmi? Voyjon bolam, unaqa dema. Voy, nafasingni yel uchirsin ha. Qaysi ona o'z farzandiga o'lim tilaydi? Bu yorug' dunyoda unaqa ona bo'lmasa kerak bolam. Yolg'on. Shunaqangi qurunsoq onalar bor. Bu sizsiz. Bu nima deganing bolam? Siz ataylab pensiya pulingizni gazchilar turbalarni uzib ketsa ham berib yuborgansiz. Mana shu o'g'limni g'alvalaridan qutulay, tezroq o'lsin degansiz. Voy bolam. Esingni yig' bolam. Axir men seni qiynalib bir qo'llab katta qildim. O'z onangni shunchalik xo'rlaysanmi bolam? Nima? Siz xo'rlanyapsizmi? Sizni men xo'rlayapmanmi? Axir siz emasmi meni jonimni egolayotgan? Yana meni xo'rlayapsan deysiz ha? Voy boshim. Meni ayblama bolam. Ayblama. Xudoyim mana shu bolangni yuzini ko'rmagin deb ko'zlarimni ko'r qildi. Yoshing qirqdan oshdi jon bolam.
Na bitta oilani etagidan tutmading. Va na ota-onangni rozi qilib ikkita don ko'tarib kelmading shu yoshingga Davud. Va na qo'ni-qo'shni mahalla ko'yda bitta koriga yaramading jon bolam. Nima qilay? Siz ko'zingiz ko'r bo'lganiga yarasha so'zingiz toshni yoradi-ya. Mana shu chayon zahri tomgan so'zlaringiz, haligi qo'rg'oshin o'qidek botishligini bilasizmi? Mana shunday so'zlaringiz bilan otamni ham bir kunda tilka pora qilib yo'q qilgansiz emasmi? Sen haqsan bolam. Sen haqsan. Men seni ortiqcha erkalatib yuboribman. Bola tarbiyasidagi xatolarimni ko'rsatgan otangdan xafa bo'libman. Rahmatli otang mana shunday kunlar kelishini sezgan ekan. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Ey Xudo, seni shunaqa noqobilliging tufayli butun mahallada bosh ko'tara olmay qoldim bolam. Bosh ko'tara olmayapman. O'limimga 1000 martadan roziman. Lekin yaratgan egam o'zi berganini o'zi olar ekan. Bo'lmasa o'lar edi. Bilaman. Shu tilingiz dasturxonchilikda charxlangan. Menga hozir pand nasihat emas. Pul kerak, pul. Bo'ling. Agar berkitgan pullaringizni bermasangiz, hozir hamma yerni ostin-ustin qilib tashlayman. Unaqa dema. Voy nimalar deyapsiz Toshboy? Uyalmaysizmi? Onang zoringiz bo'ladi-ya? Qarang o'zi mushtay bo'lib o'tiribdi. Boring, siz birovni ishiga aralashmang. Qo'shni aslo birov emas. Nusrat xolani bilmasangiz agar. Qo'ying. Qarang. Achchig'imni chiqarmang. O'zi hozir kimdan alamni olishini bilmay turibman. Voy bolam. Shoshmang, siz o'zi bu yerda nimaga o'ralashib yuribsiz, ha? Aytdim-a, bu mehribon bo'lib qoldi deb. Bir kosa yolg'on ovqatga bitta hovli bo'lsa yomonmi? Voy bolam. Senlar. Bitni ichagiga has quyib, burgani toy qilib minishasan. Voy bolam, bunaqa dema. Mahsudaxon, jon bolam. Siz shun bilan teng kelmang. Men bola emas. Hayvon boqqan ekanman. Essiz umr. Essiz mehnatlarim. Mehr berib zulm ko'ryapman bolam. Zulm ko'ryapman. Mayli. Siz xafa bo'lmang. Mahsudaxon, jon qizim. Siz uyingizga chiqa qoling. Mayli bolam, chiqing. Xudoning o'zingiz savob bersin. Mana issiq choy xola. Shu choy o'rnida zahar bo'lmaydimi bolam? Odamni kuldirmang. Sizga zahar ham ta'sir qilmaydi. O'z bolasidan 2000 so'm pulni ayagan onamidi. Toshboy. Namuncha yuragingiz tosh bo'lmasa, uka. Axir ertamandan kechgacha onasini duosini olaman deb yurganlar o'g'il qizlari ashincha-yu. Uyaling, uka. Vaqti borida onangizning oyoqlariga yiqiling, kechirim so'rang, jon uka. Bo'ldi. Og'zim bor deb vaysayvermang. Yaxshisi, bu yerdan qorangizni o'chiring. Bu meni uyim. Umringizda bitta cho'pni u yoqdan bu yoqqa qilmagansiz, meni uyim deysiz, uka. Bu Nusrat xolaning uyi. Bo'ldi, achchig'ini chiqarmang. Bu videolaringizni o maktabda o'quvchilaringizga qilasiz. Menga emas. Boring, yaxshisi bu ostonaga qaytib qadam bosmang. Siz ona bola o'rtasiga ishga aralashmang. Bildingizmi? Siz o'zi bu xorlik, zo'rlik nimaligini bilasizmi? Bilmaysiz. Boring. Jon qizim. Bilasiz-ku, loyga kessak olsang, yuzingga sachraydi. Shun bilan teng kelmang bolam. Bum bilan
bilan Xudo bas kelmasa bandasi teng kelolmaydi. Xafa bo'lmang qizim. Mayli. Siz uyingizga chiqa qoling. Boring bolam. Boring. Mayli xola, men bo'lmasa Botir akamlarni aytib chiqa qoling. Siz xavotir olmay o'tirib turing. Hozir tezda qaytaman, xola. Ilonni yog'ini yalagan. Echkiga jon qayg'usi, qassobga yog' qayg'usi. Sen mana shu uyga ega bo'lmoqchimisan, ha? Chuchvarani xom sanabsan. Senlar shoxida yursang, men bargida yuraman, bildingmi? Bargida. Hali qarab tur. Senlarni o'zingdan o't chiqarmasam, tosh otimni mosh qo'yaman. Hoy, jon bolam. Qo'shnilarga yomonlik tilama bolam. Xudodan qo'rq. Xudodan. Xudoga til tekkizmang. Xudo yaxshi bilan yomonni biladi. Siz hali ham kimni Xudo urganini bilmadingizmi? Bilmadingizmi? Yaxshisi puldan bering. Voy, pul yo'q. Jon bolam, ketyapti. Pul toping, top. O'zingdan ko'r. Hamma yo'lni sotaman. Mana shu uyni ham sotaman. Uyni ham sotaman. Voy kampir. Sen tengilar allaqachon chirib bitib ketdi. Nega sen bu haligi qattiq yog'ochni silishing qiyin? Qachon o'lasan? Qachon? Ahmoq. Nima gapirsan? Nima deysan? Ha? Nima deysan? Ha, mana. O'z onasiga qo'l ko'taradigan nodon. voy kimsizlar? Voy bolajonimni urmanglar. Urmanglar. O'rningdan. Nima? Sen menga aytyapsanmi? Sen ablahni nazarda tutib gapiryapsan. Nima? Mahallani qorovulaman deb hamma ishni qilsam bo'laveradi deyapsan-da? Ey, ovozingni o'chir. Men qorovulmasman, tushundingmi? Posbonlar sardoriman. Sen kabi onaga tik qaraydigan vijdonsizlarni esini kiritib qo'yaman. Seni qara yo'q. Men hozir seni esingni kiritib qo'yaman. Hozir Jon bolam, Maqsudaxon, jon qizim ayting. Bolajonimga shikast yetkazishmasin. Xola, xavotir Ayting olmang. bolam, ayting. Yaxshi bo'ladi hammasi, xola, xavotir olmang. Keling, mana bir piyola issiq choy iching, xola. Keling, xola. Mana shuni iching, bir piyola ichib oling. Ganingiz kelsin. Xavotir. Orqamda qolishsin. Iloyim. Hech kim bilmasdi. Xola? 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 Botir aka! Botir aka! Bolajonim, senga nima bo'ldi bolam? Tur o'rningdan. Badaningga zax o'tadi bolajonim. Og'rib qolmagin tag'in. Tura qol bolam. Tur. Tur bolajonim, tur. Nihoyatda og'ir voqea. Ona farzandlarni boqaman, elga qo'shaman, boyga yetkazaman deb ko'zlari ko'r bugunga qadar mehnat qilgan bo'lsa-yu, alal oqibat so'nggi farzandi ham unga mana shunaqangi bir qiyin qistoqlardan o'tkazsa, boshida yong'oq chaqsa. 5 o'g'ildan birontasi elga, yurtga, bir jamiyatga yaxshi naf keltirmasdan odamlarni bir aytaylikki nazaridan qolib hayotdan ko'z yumgan bo'lsa, oxirgi qolgan farzand ham shunday bo'ladimi? Allohning qahri shu qadar qattiqmikin? Lekin bu yerda Allohga biz bir narsa deyishdan ojizmiz. Xudo o'zi saqlasin.
Lekin ko'rayotgan voqealarga qarab turib, buni sir sinoatiga yetolmasdan, tafakkurimiz shuni jiloviy olmasdan nimalar deyishgacha yetib boryapmiz. Axir ona bu dunyoda hech bir narsaga almashtirmaydigan iymon kabi muqaddas zot ekanligini nahotki inson zoti aziz va mukarram qilib yaratilgan zot tushunmasa. Rus adiblardan biri aytgan, bu yorug' dunyoda biz bir umr qarzdor bo'lib qolgan inson borki, bu onadir deb. Chindan ham shunday. Muborak hadislarni o'qiymizmi? Muqaddas kitoblarimizni o'qiymizmi? Ulug'larimizni pand nasihatlarimizni tinglaymizmi? Bizning birinchi eshitganimiz onani ehtiyotlash, uni qadriga yetish, tirikligida uning duosini olib qolish haqida bo'lmaganmidi? Onaning aytgan bir og'iz gapi uchun oq deb qo'yishlikni o'zi oq bo'lib qolishlikka sabab bo'lish haqida ilgarigi ko'rsatuvlarimizda ham bejiz ta'kidlagandik. Meni bir o'tinchim bor. Agar onasi, otasi tirik bo'lib turib, hali hanuzgacha mana shu tirikligini, huzurini, halovatini, baxtini bilmayotgan insonlar bo'lsa, Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining mana shu bir kitobiga ko'z tashlab qo'ysin, agar xat savodi bo'ladigan bo'lsa. Yaxshilik va silai rahim deb aytiladi bu kitob. Va mana shu kitobda otaga, onaga qilinadigan, ko'rsatiladigan barcha ehtiromlar sodda bir til bilan, ilmiy asoslar bilan qalamga olingan. Meni hozir sizlarga aytadigan ba'zi bir fikrlarim ham aynan shu kitoblardan iqtibos deb bilasizlar. Ulug'lardan biri so'rab qopti. Alloh yo'lida men ulug' ishlarni qilmoqchiman, lekin bunga qurbim yetmayapti. Qanday qilsam maqsadim amalga oshishi mumkin? Shunda u zot aytibdi, seni otang, onang hayotmi? Javob bo'pti. Onam hayot. Unda bor. Sen onangni ko'nglini xush qiladigan narsalarni tilab Allohga sig'in. Allohdan iltijo qilib so'ra. Va mana shuning o'zi sen uchun haj va umra ziyoratlardan keltiriladigan ajrni beradi. Qarang. Onaga yaxshilikni tilab duo qilishning o'zi bir inson uchun haj va umra savobini berar ekan. Lekin shunday narsalardan voz kechib onani ranjitish kurakda turmaydigan gap. Onalarni biz umr bo'yi boshimizga ko'tarib yursak oz. Onalar mana shunga arziydigan odamlar. Sababi onaning duosi bolaga otanikidan ham ko'proq tegar ekan. Chunki ona farzandni ojizalik bilan, ota esa kuch qudrati bilan tarbiyalar ekan. Allohning marhamatini qarangki, aynan ojizalik bilan tarbiya qilganligi, qornida ko'tarib yetkazganligi, tuqqanligi uchun onani duosini yaqinroq bolaga yaqinroq qilib qo'ygan ekan. Bulardan biz xulosa chiqarishimiz kerak albatta. Mashhur bir rivoyat bor. 3 inson sahroda adashib, tog'ning yo'lida bir g'orga kirib tunashadi-da, o'sha yerga ertalab turib qarasa, g'orning og'zi tosh bilan to'silib qoladi. Shunda ular aytadilarki, kelinglar. Har birimiz shu dunyoda qilgan va yodimizda qolgan bir yaxshiligimizni eslaylik. Mana shuni evaziga ajab emaski, yaratgan egam bizning yo'limizni ochib yuborsa. Shunda birinchi inson aytadi: "Men deydi, ertalabda va kechqurun paytda sigirni sog'ib, onamga ichirib, toki onam ichganidan keyingina farzandlarimga berib qo'yishga odatlanganman. Bir kuni kech qoldim. Yugurib borib sigirni sog'dim. Kesam, onam uxlab qoldi. Qo'limda ko'za bilan
titrab qaqshab u kishini ko'z ochishini kutib o'tirdim. Ikkinchi tarafda esa farzandlarim ham o'sha sutga muntazir bo'lishib och o'tirishibdi. Lekin men to onam uyg'onmagunga qadar farzandlarim tomonga qiyo ham boqmadim va onam shafaq qizarayotgan paytdagina uyqudan uyg'ondi. Mana shunda u kishiga sutni berib, ichirib, ko'nglim to'lganidan keyin farzandlarimga mehmon qildim. Ularga taom berdim. Mana shu gapni o'zi bilan g'orni og'zidagi tosh siljib ketgan ekan. Mana ko'rdinglarmi? Onaga qilingan ozgina mehr, muruvvat qay darajada insonga baxt, saodat, eng muhimi yuksak bir martaba beradi. Azizlar, ona haqida gapirib, bu suhbatni ado qilish hech kimning qo'lidan kelmaydi. Payg'ambarimiz bitta gapini eslaylik. Onasi tirik bo'la turib, jannatga kira olmagan odamning burni yerga ishqalsin, burni yerga ishqalsin va burni yerga ishqalsin degan. Ona biz uchun jannatning kaliti ekan. Biz qo'limizdagi kalitni topolmasdan yurganligimiz bizning g'ofilligimizni belgisi bo'lib qolishi mumkin. Azizlar, kelinglar, agar onalarimiz tirik bo'lsa, ularni mana shu suhbatdan keyin borib tavob qilaylik, duosini olaylik. U zotni boshimizga ko'tarib mehr beraylik. Agar o'tgan bo'lsa, ularni yaqinlarini ziyorat qilib, ko'nglini ko'tarib, ularni haqqiga ham duo qilaylik. Azizlar, umr nihoyatda tez o'tadi. Oqar suvdek gap. Shuning uchun imkonimiz borida, sihat salomatligimiz borida, aqlimiz, tafakkurimizni tark etmagan bir holatda biz otalarimiz, onalarimizni duosini olib, insonlar oldida yuksak bir martabaga erishib, falonchi otasini, onasini duosini olgan inson degan maqomga erishib qolaylik. Dunyo biz uchun sinov. Mana shu sinov dunyosida bir-birimizni sevib, sog'inib va ayniqsa ota-onamizga marhamat ko'rsatib yashashlik barchamizga nasib etsin. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar. Kimdir eshik ochar, kimlardir yopar, kimdir malham bo'lar, kimlardir qopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Kimdir sokin daryo, kimlardir chopar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Shodlik qayg'uli, buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodlik qayg'uli.
kim bo'taday bo'zlaydi, kimlardir kular. Ona yer shularga hayratla turar. Ona yer shularga hayratla turar. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodli qayg'uli. Buni umr derlar, kunduzli tunli. Buni umr derlar, shodli qayg'uli. Raqiblarim ko'p shukr amonman, xalqim xizmatiga shayman amonman. Buni umr derlar, shodli qayg'uli.